Yaxshi kunlarda xizmatda bo'laylik. Sog' bo'ling. Qarsingizdan emeslar. Obchoq kim bor? Oltarig'ida shular maslahat bo'ladi. Boshqalar ham bormi? Mana shu to'ydagi holatda meni mana shunaqa ichganlar yaxshi ko'rardi. Mototsiklda keldingizmi? Sochi so'zib ketdi. Bijo'bi. O'tiring, bugun o'tiradigan kuningiz. Akmal jiyanim bo'ladi. Bugün sunnat to'ylarına tabriklayman. Adana uylarni to'yida mana shu qatorimizdan qo'ydi. Adanaga sunnat to'y qilayotgan menga o'ynaydi bo'lmasa. Qodiriyatım qani? Menga chaqiraman. Kallani ko'p ishlatdi, soch ko'rdi. Yaxshilik yo'q. Akmal qo'limda katta bo'ldi. Jiyanim. Ashuni sizga beraman. Sog' bo'ling. Gap yo'q, hozir o'tiring. Bugün yelkangizga chiqadi. Omaye ko'pchilik ekanmiz-da. Murodjon. Yonib turibsiz. Haligi. To'g'rida. Narsa olib kelaylik. Hamshirlarga hali sizdan yaxshi. Buni mahkamga bor. Ha? Mahkam. Bir yosh kichkinaman. Ama ciddi bo'lib o'tsa, ringga chaqiraman. Mahkam ekan. Siz ham bijo'bi. Akmalni hurmati to'g'ri. Tediz bor ekan. Akmalga ama uzun. Ya, Arabet kelyapman-da. Kimdan? Arabet kimdan? 50 ish jaman, 50 ish. Shunaqa o'qorashdan xudo saqlasin. Hazona. Akmal aka bilan sizga ko'p yillik qadrdonimiz Hazona. Ilohi umringiz uzoq bo'lsin. Xalqimizni ardog'ida olqishlar bering. Xalq qarshisida unvonni olishni yoningizda turishni istaganman. Sog' bo'linglar, umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Bitta narsa. Bolajon toshda berildi. Bitta narsa yemasa ham aytmaydi. To'rdan borda qarqon. Hop. Razi chiqdi. Kunduz sig'idi. Avgust oyida razi chiqdi. Asli 3 ta to'yga qarqon. Razi chiqdi. Kunduz avgust oyida. Hamma bozordan qaytayotgan. Paz avtobusga ko'p yog'in boshladi. Yo'q, ha. Sal odam to'sib paz avtobus bar to'xtatdi. Men oldin eshik ochilgan ekan, sekin chiqdilar. Biz yo'q, qarasa chap tomonda bo'rja turgan ekan. Hali joyga o'tirib ketayotganmiz. Kunisi 76 ta odam. Qumtepadan qaytishayotgan ekan hamma. Xullas, issiqjon. Yana nima qilsin endi bechora, qorindan bo'lib turgan ekan, bo'lib ketibdi-da. Bir avtobus odam. Jamoat joylar shunaqa qilsam, sizlar aytib ko'ring. Hamma qanday ketgan. Hali bularga o'rtog'i nima demiş? Bunga qarab yonma xola o'tirgan edi. Xola Xudolar ko'mi. Mandan gap qo'yindirmish. Sog' bo'linglar. Faqat kulinglar. Ko'rsatchilik bo'lsa, akmalga ustozlar, qadrdonlar sog' bo'linglar. Bu an'ana davom etsin, Xudo xolasa. Tashakkur. Akamaga uzr. Sog' bo'ling. Askiyachilar ashla aytyapti-yu, Abrahimxon aka mana ashla aytib ketdi. Men sizni hozirgi anekdotingizga javob aytmoqchiman, yana bitta ketib qoldi-da. Xuddi shunaqa voqea maktabda bo'ldi. Bolacha eshitib qo'ydi, tashqariga o'qish so'kib chiqarib olibdi. Keyin direktor kelib, "Kamolga ketyapsiz. Nima qilyapsan dars paytida?" Siz o'qituvchim chiqarib oldi. Men siz qo'ydim. Ha, nima kulyapsan bo'lmasan desa, meni chiqarib olgan bilan hidi ishlarni olib o'rganish. Qarang. Qarsanglar. Mana, qo'ldan urizlar bo'lsin. Tashakkur. Sirojiddin, sizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz.
muxlislar sizni kutyapti. Akmaljon do'stingiz, qadrdoningiz. Albatta bugun barcha shamla soldirib tegaylik. Mana Akmaljon